Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, 2139,5. Hamma e'tibor bersin, qanday ishlaymiz misolni? 4 darajasida k plus 1 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan 4 darajasida k taqsim mahrajda 8 darajasida k plus 1 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 8 darajasida k. Mana shu ifodani hisoblamoqchimiz. Qanday qilib hisoblasak bo'ladi bu ifodani? Ha, 4 darajasida k plus 1 ni 4 darajasida k ko'paytirilgan 4 desak bo'ladimi? Qilgan ishimiz hamma tushundi? Plus 6 ko'paytirilgan 4 darajasida k taqsim mahrajda 8 darajasida k plus 1 ni 8 darajasida k ko'paytirilgan 8 plus 2 ko'paytirilgan 8 darajasida k. Qayerga qarab boryapti gapimiz? Nima qilmoqchi bo'lyapmiz hozir? Ha, suratda ham, mahrajda ham umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarmoqchimiz. Suratda 4 darajasida k ni qavsdan tashqariga chiqarsak, qavs ichida nima qoladi? 4 plus 6 taqsim mahrajdachi 8 darajasida k ni chiqarib olsak, mahrajda 8 plus 2 qoladimi? Teng 4 plus 6 bilan 8 plus 2 qisqaradi, shunaqami? Chunki ikkalasi ham 10 ga teng. Davom etamiz. Teng natijada 4 darajasida k taqsim 8 darajasida k hosil bo'lyapti. Suratni ham, mahrajni ham daraja ko'rsatkichlari bir xil bo'lgani uchun buni mana bunday yozsak bo'ladi. 4 taqsim 8 ning qayinchi darajasi deb. 4 taqsim 8 ni hamma bilib turibdi. 1 taqsim 2 darajasida k. Buni biz 1 taqsim 2 ning qayinchisi desak bo'lar ekan. Hamma to'liq tushundi? Yaxshi, yozib olinglar. Keyingi misolimiz 41-misol. Video vazifalaringizdan ham bittasini ishlab ko'rsatyapman. 2141. Hamma e'tibor bersin. Suratda 8 darajasida k plus 1 qo'shilgan 8 darajasida k yig'indining kvadrati taqsim mahrajda 4 darajasida k ayrilgan 4 darajasida k minus 1 ning kvadrati teng. Xo'p, bu misolda bajarmoqchi bo'lgan amalimiz oldingi misolga ozroq o'xshab ham ketadi, farqli ham joyi bor. Tushunarli-a? Masalan, 8 darajasi k plus 1 ni mana bu ko'rinishda yozib olishimiz kerak, aniq. Tushunarli-a? Hamma tayyor? Boshladik. 8 darajasida k plus 1 ni 8 darajasida k ko'paytirilgan 8 deyapmiz. Plus 8 darajasida k ning kvadrati taqsim mahrajda endi e'tibor beraylik. 4 darajasida k ayrilgan 4 darajasida k minus 1 ni 4 darajasida k taqsim 4 desak bo'ladimi? Ning kubi teng. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Ha, yo'q, shartida kubi deb yozilgan adashmasam. Qarab olinglar. Kubi deb yozilgan. Ha. Endi e'tibor beramiz. Suratda nima amal bajarmoqchimiz? Umumiy ko'paytuvchi nima? 8k emas, u qanaqa 8k? Qayerda ko'ryapsizlar 8k ni? 8 darajasida k u. Umumiy ko'paytuvchimiz 8 darajasida k. 8 darajasi k ni qavsdan tashqariga chiqarishimiz kerak. Tushunarli-a? Lekin bu aytilishi qavsdan tashqariga chiqarish. 8 darajasi k ni mana bu kvadrati bor bo'lgan qavsdan tashqariga shunchaki chiqarib qo'ya olmaymiz, to'g'rimi? Tushunarli-a? Xullas 8 darajasida k mana bu qavsdan tashqariga chiqmaydi. Bu qavsdan tashqariga chiqarishimiz uchun kvadratga oshirishimiz kerak. Tushunarli-a? Shunday vaziyatda nima qilamiz? E'tibor beringlar, kvadrati bor bo'lgan qavsni o'z holicha saqlaymiz, unga tegmaymiz. Tushundilaringiz-a? Qavsni ichida 8 darajasida k ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Tushundilaringiz-a? Qavs ichida nima qolyapti endi? 8 darajasi k ni chiqarib olsak, 8 plus 1 mi? Mana shunday. Taqsim. Hamma tushundimi?
Mahrajda ham 4 darajasida k ni qavsdan tashqariga chiqarmoqchimiz, lekin mana bu kubi bor qavsdan tashqariga chiqib olmaydi u. Tushunarli? Ya'ni kubi bor bo'lgan u qavsimiz o'z holicha saqlanadi. Qavsning ichida 4 darajasi k chiqib keladi. Tushunarli? Mana 4 darajasida k ko'paytirilgan. Chiqarib olsak nima qoladi? 1 minus 1 taqsim 4 qolar ekan. Tushunarli bo'ldi? Davom etamiz endi. Teng o'ngda 8 darajasida k ning kvadrati ko'paytirilgan. 8 plus 1 nima? 9 ning kvadrati. Ya'ni ko'paytmani kvadratga oshirish uchun har bir ko'paytuvchini kvadratga oshirib oldik. Tushunarli? Davom etamiz. Taqsim mahrajda e'tibor beringlar. 4 darajasi k ning kubi, demak 4 darajasida k ning kubi ko'paytirilgan. Birdan 1 taqsim 4 ni og'zaki ayira olamiz. 1 ni 4 taqsim 4 desak, 4 taqsim 4 dan 1 taqsim 4 ni ayirsak, haqiqatan ham 3 taqsim 4 teng. Ha, kubi ham bor esimda. Hamma tushundi? Davom etyapmiz endi. 8 darajasi k ning kvadratini 64 darajasi k desak bo'ladimi? Ko'paytirilgan. 9 ning kvadrati bu 81 taqsim. Mahrajda 4 darajasida k ning kubini 64 darajasida k deya olamizmi? Ko'paytirilgan. 3 taqsim 4 ning kubi esa ana shunday 27 taqsim 64. 64 darajasi klar qisqaryapti. Tushunarli? Qolgan ifodani mana bunday yozsak bo'ladimi? 81 bo'lingan 27 taqsim 64 deb bo'ladi. Endi qaranglar. Bu bo'lishni bajarish uchun 81 ko'paytirilgan 64 taqsim 27 yozamiz-da, to'g'rimi? 27 bilan 81 ni qisqartirsak 3, 3 ni 64 ga ko'paytirsak 192. Hamma tushundimi? Bunday bo'lganda e'tibor beringlar, qavsdan tashqariga chiqarishni o'rgandik birinchidan, lekin mana bu kvadrati bor bo'lgan qavsdan tashqariga chiqib ketmas ekan. Tushunarli? Ikkinchidan darajasi manfiy bo'lsa, kasr ko'rinishida yozib, kasrlar bilan ishlashni o'rgandik. Hamma to'liq tushundimi misolni? Ishlay olasizlar, o'zi bularga o'xshash ikkitagina uy ish qolyapti, bajara olishlaringiz kerak. Yozib olinglar. Beringlar. Qirq yarim. Oson usuli nima? Oson usuli bormi? Qanaqa usul? O'shanda ishlaymiz o'zi. Xo'p, mana shu ifodani hisoblamoqchimiz. Hamma e'tibor bersin. Birinchi navbatda mana bu yerda 11 bilan 8 joyini almashtiraylik. O'zi bunchalik ahamiyati ham yo'q-ku-da. Bir xil qonuniyat ketadi-da, to'g'rimi? Qonuniyatni hamma sezyapti-ya. 2 5 5 8 8 11 11 14 14 17 kasrlarni qo'shishimiz kerak ekan. 3 tadan oshib ketyapti. Tushunaymi? Xo'p, bu kasrlarni qo'shish uchun umumiy mahrajga keltirish umuman yaxshi fikr emas. Tushunarli-ya? Umumiy mahrajimiz chunki 5 8 11 7 17 larni ko'paytmasi bo'ladi. Men aytgunimcha o'zi charchab qoldim. Endi umumiy mahrajga keltirish uchun masalan bularni o'tirib olib ko'paytirib chiqish kerak. Har birini nima ko'paytirish kerakligini aniqlash kerak. Xullas, umumiy mahrajga keltirish yaxshi fikr emas. Tushunarli-ya? Shuning uchun misolimizni qiyin deb aytyapmiz. Hamma tushundimi? Tushungan bo'lsalaringiz misoldan ishlanishiga o'tib ketaveraylik. Birinchi ish. Bolalar, 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 ni biz ko'rinishini o'zgartirmoqchimiz. Ya'ni belgilash kiritmoqchimiz. Tushunarli-ya? Agar biz mana bu kasrlarni har birini ayirish ko'rinishida yoza olsak, mahrajda ikkita son emas, bitta son qatnashishi mumkin bo'ladi. Tushunarli-ya? Kelinglar mana 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 ni ayirma ko'rinishida yozishga harakat qilaylik. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 ni. Qanaqa ayirma ko'rinishida yoza olamiz? Xo'p, 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 5 ni ayirib ko'rsak bo'ladimi, yo'qmi?
ko'raylik, qani nimalar bo'lar ekan. Shunday. Bu ikkalasi uchun umumiy mahraj nima? 10. Birinchi kasr nima qilamiz uning uchun? 5 ga, ikkinchisini-chi 2 ga ko'paytiramiz. Shunda 5 taqsim mahrajda 2 kara 5 10, lekin o'z holicha qolaversin, 2 kara 5 deb yozaveraylik. Bo'ladi? Hamma tushundi? Xo'p, minus 1 taqsim 5 ning surat mahrajini 2 ga ko'paytirsak, 2 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 teng. Umumiy mahrajga keltirdik, suratlarni ayirsak 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 5. Endi qaraylik. Bizni kasrimiz 1 taqsim 2 kara 5 edi. Oxirida 3 taqsim 2 kara 5 hosil bo'lyapti. O'xshashmi, o'xshash emasmi? O'xshab ketadi, lekin suratlari farq qilyapti, to'g'rimi? Tushunarli, a? Mana buni surati 3 emas 1 bo'lganda edi, biz aytardik, ha, mana shu bizga kerak degan bo'lardik, to'g'rimi? Tushunarli, a? Buni suratini 1 ga aylantirish unchalik qiyin emas. Masalan, qaranglar, tenglikning har ikkala qismini 1 taqsim 3 ga ko'paytirib yuborsak bo'ladimi, yo'qmi? Hamma qarasin. Chapda 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 edi. Uni 1 taqsim 3 ga ko'paytiryapmiz teng. O'ngda 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 5. Uni ham 1 taqsim 3 ga ko'paytirsak 3 lar qisqaradi. Shunda hamma qarasin. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 ni 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 deb yozalar ekanmizmi? Mana shuni tepaga ko'chirib qo'ying. Hamma e'tibor bersin. Teng. Qarshida 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. Bu endi chernerkada o'chirib tashlayverayim. Muhimi mana bu ifoda qayerdan kelganini va to'g'ri-noto'g'ri ekanligini hamma to'liq tushunib oldimi? Tushundilaringiz-a? Endi kelinglar qolgan kasrlarni ham belgilab olishga harakat qilaylik. Endi ikkinchi kasrga o'taylik. Mana 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 8. Buni qanday yozib olsak bo'ladi? Bu savolga ham javob topish uchun 1 taqsim 5 dan 1 taqsim 8 ni ayirib ko'ramiz. Tushunarli? Hamma qarasin. Mana 1 taqsim 5 dan ayiryapmiz 1 taqsim 8 ni. Xo'p, bu ayirishni bajarish uchun umumiy mahrajga keltiramizmi ikkalasini? Qanday bo'ladi umumiy mahraj? Birinchi kasrning surat mahrajini 8 ga, ikkinchisini surat mahrajini 5 ga ko'paytiramiz. 8 taqsim 5 ko'paytirilgan 8 mi? Minus 5 taqsim 5 ko'paytirilgan 8. Ayirsak nima? 3 taqsim 5 ko'paytirilgan 8. Bu safar ham bizning muammoimiz boyagi muammo bilan bir xil, to'g'rimi? Ya'ni suratdagi 3 ni yo'qotishimiz kerak. Buning uchun tenglikning har ikkala qismini 1 taqsim 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Shunaqami? Chap tarafda 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 8 edi. Uni 1 taqsim 3 ga ko'paytiryapmiz. To'g'ri yozdikmi? Teng. O'ngda 3 taqsim 5 kara 8 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. 3 lar qisqaradi, 1 taqsim 5 kara 8 qoladimi? Hamma tushundimi? Demakki, mana bu 1 taqsim 5 kara 8 ni ham biz yozsak bo'ladi. Nima deb? 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 8 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 deb. Hamma tushundimi? Bolalar, qonuniyatni tushunyapsizlarmi? Hozir yozgan yozuvimizni har bitta kasr uchun yoza olamizmi? Shunday? Xo'p, har bitta kasr uchun yoza olamiz, chunki qolganlarida ham bir xil narsalar sodir bo'laveradi. Chunki mana qaranglar, mana buni 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 11 desak, birinchi kasrning surati 11, ikkinchisining surati 8 bo'ladi. 11 dan 8 ni ayirsak 3. Yana o'sha 3 qolyapti. Yana o'sha 3 ni yo'qotish uchun yana 1 taqsim 3 ga ko'paytiramiz. Tushunarli bo'ldi-ya? Shunda menimcha aytib bera olasizlar, 1 taqsim 8 ko'paytirilgan 11 ni nima deb yozsak? 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 11 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. Tushunarli bo'ldi-ya? Davom etamiz. Keyingi kasr 1 taqsim 11 ko'paytirilgan 14. Mahrajda 11 14 teng. Buni nima deb yozyapmiz? Aytib turinglar. 1 taqsim 11 minus 1 taqsim 14 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. Oxirgisini ham yozaylik. 1 taqsim 11 ko'paytirilgan 14 ni nima deb yozsak? 14 ko'paytirilgan 17 ni nima deb yozsak? Aytib turinglar. Teng. Qarshida 1 taqsim 14 minus 1 taqsim 17. Ana shunday. Tushunarli? Endi qaraymiz bolalar. Biz belgilash kiritib bo'ldik.
ikkinchi qiladigan ishimiz kiritgan belgilashimizni olib borib qo'yamiz. Bo'lmasa bekorga belgilash kiritgan bo'lamiz-da, to'g'rimi? Tushunarli. Bunga qaramasdan yana o'zlaringiz aytingizlar. 1 taqsim 2 kara 5 ni nima deb yozdik? 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. Tushunarli? 1 taqsim 5 kara 8 nima deb yozdik? 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 8 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 8 kara 11 ni nima deb yozdik? 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 11 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 11 ko'paytirilgan 14 nichi? 1 taqsim 11 minus 1 taqsim 14 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 plus oxirgi kasrchi 1 taqsim 14 minus 1 taqsim 17 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 teng. Hammasidan umumiy ko'paytuvchi qilib 1 taqsim 3 ni chiqarib olsak bo'ladimi? Xo'p, 1 taqsim 3 ni chiqarsak, birinchi qo'shiluvchida nima qoladi? 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 qo'shilgan. Bu yerda 1 taqsim 3 ni chiqarib olsak nima qolyapti? 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 8. Tushunarli? Uchinchi qo'shiluvchida 1 taqsim 3 ni chiqarib olsak nima qoladi? 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 11 qo'shilgan. To'rtinchi qo'shiluvchida 1 taqsim 3 ni chiqarib olsak nima qoladi? 1 taqsim 11 minus 1 taqsim 14. Tushunarli? Davom etyapmiz endi. Oxirida yana 1 taqsim 3 ni chiqarib olsak, qarshida qolyapti 1 taqsim 14 minus 1 taqsim 17 qarshi yopilgan teng. Endi e'tibor beramiz. Mana bu minus 1 taqsim 5 bilan 1 taqsim 5 ni ixchamlashtirsak bo'ladimi? Xo'p, minus 1 taqsim 8 bilan 1 taqsim 8, minus 1 taqsim 11 bilan 1 taqsim 11, minus 1 taqsim 14 bilan 1 taqsim 14 ixchamlashsin. Tushunarli? Natijada nima qolyapti? 1 taqsim 3 ko'paytirilgan qarshida 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 17 teng. Endi umumiy mahrajga keltirish uchun birinchi kasrni 17 ga, ikkinchisini 2 ga ko'paytiramiz surat mahrajini. Shunda 1 taqsim 3 ko'paytirilgan qarshida 1 taqsim 2 surat mahrajini 17 ga ko'paytirsak 17 taqsim 34 mi? Minus 2 taqsim 34 teng oxiri qoldi. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 17 taqsim 34 dan 2 taqsim 34 ni ayirsak 15 taqsim 34. 15 bilan 3 ni qisqartirsak 5, natijamiz 5 taqsim 34 ekan. Tushunarli? Misol haqida yana bitta ikkita narsani aytayin. E'tibor beringlar. Bolalar, agar mahrajdagi ikkita son bir-biridan 4 taga farq qilganda edi, 4 taga farq qilganda edi. Mana bu ifodada 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 6 bo'lsa, 6 minus 2 suratda 4 qolardi-ku, to'g'rimi? Bu degani 1 taqsim 4 ga ko'paytirardik degani. Tushunarli? Ikkalasi bir-biridan 8 taga farq qilsa-chi, 1 taqsim 8 ga ko'paytirardik. 2 taga farq qilsa-chi, 1 taqsim 2 ga ko'paytirardik. Bittaga farq qilsa-chi, bittaga farq qilsa, hech narsaga ko'paytirib o'tirmaymiz, shunchaki mana shuni o'zini olib ketaveramiz. Tushunarli bo'ldi-ya? Umuman olganda misolni qaytadan qisqacha tushuntirsam, belgilash kiritdik. Har bitta kasrni ayirma ko'rinishida yozishga harakat qildik. Uning uchun 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 5 ni ayirdik, surat 3 bo'lib qoldi. 3 dan qutulish uchun 1 taqsim 3 ko'paytirib yubordik. Hamma kasrlarda shu qonuniyat kuzatildi. Tushunaymi? Davom etamiz. O'rniga qo'ydik. Mana shu o'rniga qo'yish shu. Tushunarli? 1 taqsim 3 ni chiqarib oldik. 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5, 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 8, 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 11 va hokazo. O'rtadagi qarama-qarshi sonlar ixchamlashib ketdi-da, 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 17 qoldi. Umumiy mahrajga keltirdik, ayirdik, qisqartirib javob chiqardik. Tushunarli bo'ldi-ya? Yozib olinglar. Misollarga bir to'xtalaylik. Og'zaki. Xo'p, qiruvchiga e'tibor beraylik. 1 taqsim 3 kara 5, 5 kara 7, 7 kara 9, 9 kara 11, 11 kara 13. Doskadagi misolni o'ziday bo'lyaptimi? Ha. Kelinlar birgalikda 1 taqsim 3 kara 5 ni nimadir deb belgilash kiritib yozib olaylik. Qanday yozsak bo'ladi? Qasdchida 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5, qasddan tashqarida ko'paytirilgan 1 taqsim 2, to'g'ri. Tushunarli? Qolganlarni ham shunday yozib chiqib, umumiy ko'paytuvchini qasddan tashqariga chiqarasizlar, bo'ldi. 1 taqsim 3 kara 7 ni ham belgilab beringlar, qanday bo'ladi? Qavsida 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 7 qavs yopilgan, ko'paytirilgan 1 taqsim 4. Tushunarli bo'ldi-ya? Xo'p,
45 ga bir qarab olaylik bolalar. 45-misolda 3 nuqta qo'yilgan. 3 nuqtaning ma'nosi nima? Qonuniyat mana shu ko'rinishda ketaveradi degani. Tushunarli, a? Bu yerda 3 nuqta qo'yilganidan, nechtadir son yashirilganidan qo'rqmanglar. Masalan, mana bu yerda qaranglar. Mana bu oraliqdagi sonlar ixchamlashib ketdi, to'g'rimi? Mana bularni yoshirib qo'ysak ham bari ixchamlashgan bo'lardi, to'g'rimi? Tushunarli, a? Demak, qonuniyat bir xil ko'rinishda ketayotgan bo'lsa, ixchamlashib ketar ekan, aniq. Tushunarli, a? Keyingi misolga bir to'xtalaylik, e'tibor beringlar. 2145,5. Xo'p, 1 taqsim 10 qo'shilgan 1 taqsim 40 qo'shilgan 1 taqsim 88 qo'shilgan 1 taqsim 154 qo'shilgan 1 taqsim 238. Bolalar, bu yig'indini hisoblash uchun umumiy mahrajga keltiramizmi? Yo'q, umumiy mahrajga keltirmaymiz. Nima qilamiz bu misolni ishlash uchun? Hamma qarasin. Mahrajni ko'paytuvchilarga ajratib chiqamiz. Masalan, 10 ni 2 kara 5 desak bo'ladimi? Qo'shilgan 1 taqsim 40 ni haqiqatan ham 5 kara 8 desak bo'ladi. Qo'shilgan 1 taqsim 88 ni 8 kara 11 deylik, plus 1 taqsim 154 bu 11 ning 14 ga ko'paytmasi, plus 1 taqsim 238 chi 14 kara 17. Tekshirib ko'rishlaringiz mumkin, 14 kara 17 bo'ladi, aniq. Tushunarli? Bu misol tanish emasmi? Yuqoridagi misolni aynan o'zi, to'g'rimi? Bolalar, bu misolni hozir agar ishlab ko'rsataman desam, bundan oldingi yozuvlarni hammasini qaytadan yozgan bo'laman. Agar hozir buni ishlaganmiz deb teng 5 taqsim 34 desam, oralaringizda aniq shunaqa garanglar topiladi. Ha, bunaqa misolni shunchaki og'zaki ishlab qo'ysak bo'lar ekan. Demak, uydagi hamma misollarni og'zaki ishlab qo'yaman deb keladi garangsirab. Shuning uchun mana shu ko'rinishda qoldiramanda, bunga o'xshash boshqa misol ishlab ko'rsataman. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundi? Demak, boshqa misol ishlab ko'rsatmoqchiman, hamma e'tibor bersin. 1 taqsim 15 plus 1 taqsim 35 plus, hop, buni chekkaga o'tkazib qo'yayin endi. 1 taqsim 63 plus 1 taqsim 99 plus va hokazo, plus oxirida 1 taqsim 255. Mana shu misolni birgalikda ishlab ko'rmoqchimiz. Xo'p, nima qilamiz misolni ishlash uchun? Ana shunday, demak yozib boshlaymiz. 1 taqsim 15 dan 3 kara 5 deymiz. Aytib turaveringlar keyincha. 35 ni 5 kara 7 deymiz, plus 1 taqsim 63 ni 7 kara 9. 5 kara 5 bo'lib qoldi. 5 kara 7. Ha, 99 degan 9 kara 11 plus 1 taqsim. Bu nima? Xo'p, yo'q, va hokazoni yozish esimdan chiqib ketdi, ha. Plus 1 taqsim 255 nima? 255 da 11 bo'lmaydi, 11 qatnashmaydi. 255 degani 17 bilan 15 ning ko'paytmasi, ya'ni 15 kara 17. 17 ni 5 ga ko'paytirsak 85, 17 ni 1 ga ko'paytirsak 17, 5, 5, 2. Xullas 15 kara 17 ekan, to'g'rimi? Ifodani hisoblash uchun belgilash kiritishimiz kerakmi? 1 taqsim 3 kara 5 ni qanday belgilaymiz? Qavs ichida 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Lekin kelinlar, faqat mana shuni, haqiqatan ham shunday bo'ladimi yo'qmi isbotlaylik. Agar buni isbotlasak, qolganlarini isbotlab o'tirmasdan belgilab yozib tashlasak bo'ladi. Ma'qul? Boshladik. 1 taqsim 3 kara 5 ni ayirma ko'rinishida yozish uchun 1 taqsim 3 dan 1 taqsim 5 dan ayirib ko'raylik. Bunday bo'lganda biz isbotlayapmiz. Hozir aytgan gapimizni to'g'rimi, noto'g'rimi, shuni to'g'rimi? Boshladik. Xo'p, demak, birinchi kasrni surat mahrajidan 5 ga, ikkinchisini esa 3 ga ko'paytiramiz. 5 taqsim mahrajda 3 kara 5 15, lekin 15 demasdan 3 kara 5 deyveraylik. Minus ikkinchi 3 taqsim 3 kara 5 teng 2 taqsim 3 kara 5. 1 taqsim 2 ga ko'paytirib olsak ishimiz hal bo'lar ekan. Demak,
ifodani yozyapmiz 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5. Xo'p, ko'paytirilgan 1 taqsim 2 deb. Endi 1 taqsim 5 kare 7 ga to'xtalaylik. 1 taqsim 5 kare 7 ni nima desak? 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Keyinsa 1 taqsim 7 kare 9-chi. Ana shunday 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Xo'p, va hokazo deyveraylik. Buni ham yozib o'tmaymiz. Oxiri 1 taqsim 15 kare 17 ni qanday yozamiz? 1 taqsim 15 minus 1 taqsim 17 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Endi nima qilmoqchimiz bolalar? Ana shunday o'rniga qo'yamiz. Ikkinchi ish o'rniga qo'yaylik, hamma e'tibor bersin. 1 taqsim 3 kare 5 nima bo'ldi? 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Tushunarli? Bunisi nima bo'ldi? 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 plus 3-chi kasrimiz-chi? 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 plus 4-chi kasr-chi? 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 11 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 plus va hokazo qonuniyat shu ko'rinishida davom etaveradi. To'g'rimi? Toki nechigacha? 1 taqsim 15 minus 1 taqsim 17 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 gacha. Endi hammasidan umumiy ko'paytuvchi sifatida 1 taqsim 2 ni qavsdan tashqariga chiqarmoqchimiz. 1 taqsim 2 ni chiqarursak, qavsdan nima qoladi? 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 plus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 11 plus va hokazo plus oxirida 1 taqsim 15 minus 1 taqsim 17. Endi qaranglar bolalar. Minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 plus 1 taqsim 9 ixchamlashadi. Minus 1 taqsim 11 bilan ixchamlashadi. Bundan keyingi hadimiz 1 taqsim 11 kare 13 ku, to'g'rimi? Uni 1 taqsim 11 minus 1 taqsim 13 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 deymiz, to'g'rimi? 1 taqsim 2 ni chiqarsak 1 taqsim 11 minus 1 taqsim 13 bo'ladi, to'g'rimi? Ixchamlashadimi? Ha. 1 taqsim 15 ifodamiz. Bundan bitta oldingi xat 1 taqsim 13 kare 15 ku, to'g'rimi? Uni 1 taqsim 13 minus 1 taqsim 15 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 deymiz, to'g'rimi? O'sha yerdagi minus 1 taqsim 15 bilan bu ixchamlashadi. Tushunarli? Natijada nima qolyapti? 1 taqsim 2 ko'paytirilgan qavschida 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 17 teng. Birinchi kasrning surat mahrajini 17 ga, ikkinchisini esa 3 ga ko'paytiraylik. Shunda 1 taqsim 2 ko'paytirilgan qavschida 17 taqsim 51 minus 3 taqsim 51 teng. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 14 taqsim 51. 14 bilan 2 ni qisqartirsak 7, natijamiz 7 taqsim 51 ekan. Tushunarli? Hamma tushundimi? Yozib olinglar. Keyingi mavzuni chiziqli tenglamalar sistemasi mavzusini boshlab qo'yaylik. Chunki hozir boshlamasak, keyingi darsni boshida boshlashga to'g'ri keladi. Va kechikib keluvchilar mavzuni o'rgana olmay qoladi keyin. Ta'rif yozamiz. Yozinglar. 2 yoki undan ko'p 2 yoki undan ko'p tenglikning birgalikda o'rinli bo'lishi 2 yoki undan ko'p tenglikning birgalikda o'rinli bo'lishi sistema tushunchasini vujudga keltiradi. 2 yoki undan ko'p tenglikning bir vaqtda o'rinli bo'lishi sistema tushunchasini vujudga keltiradi. Yozlaringizda. Xo'p, bolalar, juda chiroyli bir mavzu boshladik. Sistema degan mavzu.
Birgalikda to'liq batafsil quruq bilan o'rganishimiz kerak bu mavzuni. Tushunarli? Xo'p, biz odatda bitta noma'lumli tenglamalar sistemasini ishlay olardik, to'g'rimi? Endi sizlar bilan ikkita noma'lumli, ikkita tenglama qatnashgan sistemalarni ishlab boshlaymiz. Hamma e'tibor bersin, misol ishlab boshlaylik birdaniga. Shunda yo'l-yo'lakay misollarni qanday ishlashini tushuntirib o'tib ketaveraman. Chiziqli tenglamalar sistemasi. Xo'p, 48,5. 2148,5. Misolimiz mana bu ko'rinishda berilgan ekan. Y teng 11 minus 2x 5x minus 4y teng 8 ga. Bolalar, e'tibor beringlar. Masalan, agar ikkinchi shart bo'lmaganda edi, mana bu tenglamamizda ikkita o'zgaruvchi qatnashgan, to'g'rimi? Bu tenglamamiz cheksiz ko'paychimga ega bo'lardi. Tushunarli, a? Agar birinchisi bo'lmasdan ikkinchisi bo'lganda edi, masalan qaranglar. Birinchisi bo'lmasdan ikkinchisi bo'lganda edi. Bu ham cheksiz ko'paychimga ega bo'lardi. Tushunarli, a? Lekin bundagi cheksiz ko'paychimlar bilan bundagi cheksiz ko'paychimlar bitta joyga kelganda kesishadi. Ya'ni shunday joy borki, x bilan y ning shunday qiymatlari borki, ikkalasi ham bir xil o'rinli bo'ladi tengliklar. Tushunarli, a? O'sha joyda biz sistema tushunchasini demak o'rganib boshlar ekanmiz. Sistemada bolalar ishlashni o'rtacha umuman olganda ikki xil usuli bor. Ikkita katta usuli bor. Ko'p qo'llaydigan usullarimiz. Bular o'rniga qo'yish usuli hamda qo'shish usuli. Qo'shish usulini ayirish usuli deb aytsak ham bo'laveradi. Qo'shish usuli bilan ayirish usuli bitta narsa ikkalasi. Tushunarli? O'rniga qo'yish usuli qanday bo'ladi? O'rniga qo'yish usulida ikkala tenglikni istalgan bitta o'zgaruvchini topib olib, boshqa bir tenglikka olib borib qo'yamiz. Tushunarli bo'ldi hammaga? Masalan, hamma qarasin. Birinchi tenglikdagi y'imiz 11 minus 2x ga teng ekan, to'g'rimi? Endi eshitinglar. Agar y 11 minus 2x ga teng bo'lsa, mana bu ikkinchi tenglikdagi y o'rniga 11 minus 2x ni olib borib qo'ya olmaymizmi? Qo'ya olamiz. Aynan shu narsa o'rniga qo'yish usuli deyiladi. Tushunarli, a? Buni bizga nima foydasi tegadi? Masalan, tasavvur qilinglar, ikkinchi tenglikda y o'rniga 11 minus 2x ni olib borib qo'yapmiz. Y ni o'rniga olib borib qo'yayotgan bo'lsak, y yo'qolib ketyaptimi? X lik ifoda hosil bo'layaptimi? Ya'ni ifodada faqat x qatnashyapti, tushunaymi? Faqat x qatnashsa, biz tenglamani ishlay olamiz-da, to'g'rimi? Xullas, y ni o'rniga olib borib qo'ysak, x ni topgan bo'lar ekanmiz. Tushunarli? Xo'p, tasavvur qilinglar, x ni topdik. X ni topganimizdan keyin nima qilamiz? Masalan, tasavvur qilinglar, ximiz 7 chiqdi. Tushunarli? Keyin nima qilamiz? X ni qiymatini mana bu yerga olib borib qo'yamiz, y topiladi. Shunda biz x ni ham, y ni ham topgan bo'lamiz. Usul tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Keyin bundan buyog'iga mana bunaqa yozuvlar yozaman. 1 deb dumalab qolaman yoki 2 deb dumalab qolaman. 1 deb dumalab qoldim degani birinchi tenglik haqida gap ketyapti degani. 2 deb dumalab qolsak, ikkinchi tenglik haqida gap ketayotgan bo'ladi. Tushundilaringizmi? Yaxshi. Biz hozir birinchi ishimiz ikkinchi tenglikka e'tibor qaratamiz. Tushunarli? Boya aytdik-ku, to'g'rimi? Nima qilamiz dedik? Y o'rniga 11 minus 2x ni olib borib qo'yamiz. Shu ikkinchi tenglikda bo'ladi, to'g'rimi? Hamma qarasin mana 5x minus 4. 4 bilan y ni orasida ko'paytirish bor, to'g'rimi? Ko'paytirish bor bo'lsa, demak 11 minus 2x ni qavsida yozishimiz kerak, to'g'rimi? Y o'rniga 11 minus 2x ni yozyapmiz mana qavs ichida. Hamma tushundimi? Teng nimaga? 8 ga. Davom etamiz. Oddiy tenglama hosil bo'ldi. Bu tenglama qiynmasa, qavsni ochsak 5x minus 44 plus 8x teng 8. 5x ga 8x qo'shsak 13x teng 8 ga 44 qo'shsak 52. Agar 13ximiz 52 ga teng bo'lsa, x nechiga teng? 4 ga. X ni topdik. Endigi maqsadimiz nima? Y ni topish. E'tibor beringlar, ikkinchi ish. Y ni topish uchun birinchi tenglikka hamma qarasin. Birinchi tenglikka qaraylik.
y teng 11 minus 2 ko'paytirilgan. Ha, x o'rniga 4 ni qo'ysak bo'ladimi? Teng 2 kara 4. 8, 11 dan 8 ayirsak 3 ekan. Hamma tushundimi? Endi e'tibor beringlar. Birgalikda bitta ikkita narsalarga to'xtalaylik. Birinchidan x necha chiqdi? 4. Y-chi 3. Yaxshi. Sistemani nechta yechimi bor? Ha, ko'pchilik shu savolga ikkita deb javob beradi. Aslida sistemani yechimi bitta. Uni biz bir juft yechim deymiz. Tushunarli bo'ldi-ya? X teng 4, y teng 3. Ular bir-biridan farqli, alohida kelsa hech qanaqa ma'noga ega bo'lmaydi-da. Yonma-yon kelsa, birga kelsa, ha deymiz, sistemamiz 4 bilan 3 da o'rinli bo'lar ekan deymiz. Tushunarli-ya? Demak, sistema nechta yechimga ega ekan? Bitta. Bitta juftlik, to'g'ri. Bitta yechim xullas. Tushunarli bo'ldimi? Endi o'sha yechimimiz qanaqa? 8 bilan 3. Qanaqa 8? 4 bilan 3. Bolalar, masalan qaranglar. X 4 ga teng, y esa 3 ga teng deb javob beradigan bo'lsak, juda uzun bo'lib ketib qoladi javobimiz, to'g'rimi? Shuning uchun bundan buyog'iga sistemaning javobini mana bu ko'rinishda yozamiz. Qarshida avval x yozamiz, nuqta virgul, keyin esa y deb yozamiz. Sistemani yechimi nima desa, x u y deb o'rnak qo'yib javob yozamiz. Tushunarli-ya? Xo'p, qarshida demak x'imiz necha? 4 u, y'imiz necha? 3. 4 u 3 ekan. Xo'p, demak bundan buyog'iga 4 u 3 yozuvini ko'rsalaringiz, tushunishlaringiz kerak, x 4 ga teng, y esa 3 ga teng ekanligini. Hamma tushundi? X 4 ga teng, y esa 3 ga teng ekan. Sistemani ishlanishini tushundilaringizmi? Nima uchun o'rniga qo'yish usuli deyilishini tushundilaringizmi? Yaxshi, yozib olinglar. Xo'p, yozib bo'lgan bo'lsalaringiz, keyingi misolga ozak to'xtalaylik. 49 ga hamma qarasin. Bunday savol berayin. Eshitinglar. Qaysi tenglikda qaysi o'zgaruvchi bizga topib ko'rsatilgan? Ikkinchi tenglikda y topib ko'rsatilgan, to'g'rimi? Biz uni nima qilamiz? Birinchi tenglikka olib borib o'rniga qo'yamiz, to'g'rimi? Tushunarli-ya? 50-misolda qaysi tenglikda qaysi o'zgaruvchi topib ko'rsatilgan? Birinchi tenglikda x ko'rsatilgan. Biz nima qilamiz? Ikkinchi tenglikdagi x ni o'rniga olib borib qo'yamiz. 51 ga e'tibor beringlar. Qaysi tenglikda qaysi o'zgaruvchi topib ko'rsatilgan? Ikkinchi tenglikda x topilgan. Demak, biz nima qilamiz? Birinchi tenglikka olib borib qo'yamiz. Shuni olib borib qo'yaylik og'zaki. Shunda birinchi tengligimiz qaysi ko'rinishga keladi? 5 ko'paytirilgan qavs ichida 3 plus 2y qavs yopilgan plus y teng 4. Tushunarli? 52 da qaysi tenglikda qaysi o'zgaruvchi topilgan? Birinchi tenglikdan y topilgan. Ikkinchi tenglikka olib borib qo'yamiz. Faqat x qatnashgan tenglama hosil bo'ladi, to'g'rimi? 53 ga hamma qarasin. Qaysi tenglikda qaysi o'zgaruvchi topilgan? Ikkinchi tenglikda x topilgan, to'g'rimi? Birinchisiga olib borib qo'ysak qanday bo'ladi bolalar? Bolalar 3x ni o'rniga 3 ko'paytirilgan minus y yozamiz, to'g'rimi? 3 ko'paytirilgan minus y ayrilgan 5y teng 8. Y ga bog'liq bo'lgan oddiy tenglama hosil bo'ldi. Tushunarli-ya? 54 ni ishlab ko'rsataylik, chunki javobi kasrlardan iborat bo'lar ekan. 54 ni ishlab ko'rsatgandan keyin bundan buyog'iga sistemalarda kasr qatnashsa ham ishlay olishlaringiz kerak mustaqil. 54 da y teng x minus 1 birinchi tenglik. Ikkinchisida 5x plus 2y teng 16. Mana shunaqa sistema berilgan ekan. Yana qaytadan aytaylik, qaysi tenglikda qaysi o'zgaruvchi topib ko'rsatilgan? Birinchi tenglikda y topib ko'rsatilgan. Birinchi qiladigan ishimiz ikkinchi tenglikka qaraymiz. Y o'rniga nimani olib borib qo'yamiz? X minus 1 ni. 5x qo'shilgan 2 ko'paytirilgan y o'rniga x minus 1 ni qo'yamiz. Teng nimaga? 16 ga. Qavs ochaylik, e'tibor beringlar. 5x plus 2x minus 2 teng 16.
5x ga 2x qo'shsak 7x teng nechiga? 18 ga. Minus 2miz 10 ga plus o'tadi. 16 dan 2 ni ayirib qo'ymanglar yana. Tushunarli-a? Endi x'imiz nimaga teng? 7 taqsim 18 emas, 18 taqsim 7. Ikkinchi qiladigan ishimiz nima qilamiz bolalar? Birinchi tenglikka olib borib qo'yamiz. Qanday bo'ladi birinchi tenglikka olib borib qo'yish? Y teng yozamiz. X o'rniga 18 taqsim 7. Shunaqami? Minus 1 teng. 1 ni 7 taqsim 7 desak, 18 taqsim 7 dan 7 taqsim 7 ni ayirsak nima? 11 taqsim 7. Shunda uchinchi ish, kelinlar javobini yozaylik. Qarshida birinchi bo'lib nimani yozishimiz kerak? Ha, birinchi bo'lib x ni yozishimiz kerak. X'imiz 18 taqsim 7. Keyin y ni yozishimiz kerak. Y'imiz 11 taqsim 7. Nechta yechim bor ekan sistemani? Bitta. Yechimi qanaqa ekan? 18 taqsim 7 yu 11 taqsim 7 ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? Xo'p, bo'ldi, shu yozganlar 55 gacha bo'ladi shekilli. 55 gacha uyga keyingi dars kelgan joydan davom ettiramiz.